Şərqi Türkistan xalqı 1933 və 1944 12 noyabr 2 qatım müstəqil dövlət qurğanlığını elan qıldı. Bu səbəbdən 2 Cumhuriyyətin xatir günü Şərqi Türkistan dövlət bayrami sifatida təbrikləndi. 12 noyabr Uighur və Şərqi Türkistandakı başqa Türkiyə xalqlar üçün intayın mühim bir gün. Müstəqillik yalqınını yanğınğa aylandırğan Şərqi Türkistan xalqı 1933 yılı 12 noyabr Qashqarda tunji Şərqi Türkistan İslam Cumhuriyetini qurdu. Lekin bu Cumhuriyet Tunganlarning düşmanlar bilan tel beriktirishi, Xitoy va Ruslarning qarshi turishi bilan qisqa vaqtda vayron bo'ldi. 1940 yılı Altay, G'ulja va Urumchida qo'zg'olonlar portlab, qisqa vaqtda muvaffaqiyat qozondi. Ahırda 2. Şərqi Türkistan Cumhuriyeti 1944 yılı 11 ayının 12 günü G'uljada quruldu. Rus və Xitay işğalçılarının bismi bilan 1949 yılı Cumhuriyet bütünlüy əməldən qaldırıldı. Xitay Kommunist hakimiyyəti Şərqi Türkistanı işğal qıldı. Şərqi Türkistan işğalının 71 yıllıqda milyonlagan Şərqi Türkistan xalqı cəza lagerlərində dəfsəndə qılınmaqda. Xitay zulmü bir irqi qırğınçılıqqa aylanmaqda. Şunisi aniqki, to'liq mustaqil Şərqi Türkistan dövləti qayta qurulmasa, G'arbi Türkistan Türk Cumhuriyetlarining hozirgi mustaqilligi hargizmi xatar va tahdidlardan qutula olmaydi. Eng qisqa vaqtda yangi Cumhuriyetimizning qurilishiga tilakdoshmiz. Cuma kuni Germaniya diniy erkinlikning dunyodagi vaziyati nomli yig'in o'tkazildi. Yig'in 2018-2019 yillari dunyo miqyosida yuz bergan e'tiqod erkinligining tajovuzlarga uchrash masalasini muzokara qilishga bag'ishlandi. Yig'inga Germaniya parlamentining muavin raisi Klaudiya Roth xonim riyosatchilik qildi. Yig'inda hokimiyat beshidagi va o'qituvchi partiyalardan bo'lgan parlament a'zolari dunyo miqyosidagi diniy erkinlikning navbatdagi vaziyati to'g'risida nutqlar so'zildi. 7 partiyaning parlament a'zolari fikr bayon qilgan bu yig'inda Uyg'urlar masalasi tekrar tilg'aylandi. Xristian Sotsial partiyasi va Xristian Demokratlar partiyasining parlamentdagi a'zolaridan Markus Gorobel tunji bo'lib Xitoyning jazo lagerlarini ta'sis qilib, Uyg'ur musulmonlarining diniy e'tiqodini eg'ir dafsanda qilayotganligini o'tirg'a qo'ygandan keyin Erkin Demokratlar partiyasidan Guydi Yansen, Sotsial Demokratlar partiyasidan Doktor Barbil Kofler, Yeshillar partiyasidan Gay Gehring qatorliqlarmi so'zlarda Uyg'urlar masalasini ta'kidlab o'tdi. Şunun bilan birga 9 noyabr Germaniyaga xizmat munosabati bilan kelgan Amerika Tashqi ishlar ministrligi konsullar komitetining mudiri, Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning maslahatchisi Ulrich Brahbul apandining taklifi bilan Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi To'lqin Aysa boshchiligidagi qurultay rahbarlari orasida to'r suhbati bo'lib o'tgan. Suhbat Amerikaning Berlindagi bosh elchixonasi bilan Myunxendagi konsulxonasi orasida elib berilgan. Suhbatga Amerikaning Myunxendagi bosh konsuli Megan xonim qatorliqlarmi ishtirok qilgan. Baş shtabi New Yorkdagi xavf ostidagi olimlarni qutqizish tashkiloti 10 noyabr kuni tutqundagi doktorrahiladavutga 2020 yillik xalqaroliq təpəkkurjasarıtı mukopatini berganligini e'lon qildi. Xavf ostidagi olimlarni qutqizish tashkilotining bu vaqtdagi bayonoti qaraganda 2017 yili 12 oyining o'rtalarida Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilingan va hozirgacha izlayarki bo'lmagan Xinjiang Universiteti Filologiya institutining professori Rahiladavutning ilmiy tadqiqot sohasida ko'rsatgan uzun yillik tirishchanligi va jasorati muayyanlashtirilib, bu mukofotga loyiq ko'rilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin kelar hafta Amerika va Tayvan orasida o'tkaziladigan iqtisodiy suhbat yig'iniga qarshi turadiganligini bayon qilib, Amerikaning Tayvan bilan bo'lgan rasmiy aloqani to'xtatishga chaqirdi. Washington hukumatining Tayvandagi mustaqillik qo'llovchilariga yolg'on signal avatishdan saqlanishi va Xitoy Amerika munosabati bilan Tayvan bo'g'ozining muqimligiga ziyon yetkazishni to'xtatishi kerakligini o'tirg'a qo'ygan Wang, Xitoy Amerikaning Tayvan bilan bo'lgan rasmiy aloqasiga izchil qarshi turib keldi. Biz Amerikani bir Xitoy prinsipiga amal qilib, Tayvan bilan bo'lgan har qanday rasmiy aloqani uzib tashlab, Tayvan Amerika munosabatining hozirgi holatini texmi yuqori saviyaga ko'tarishdan voz kechishni va Tayvan masalasini astoydillik bilan hal qilishini talab qilamiz dedi.
Tayvən prezidenti Sayyanvan bolsa yana bir qatam uchrashish munosabati bilan Amerika bilan bo'lgan kuchli iqtisodiy aloqasini kengaytirishni xohlaydiganligini bayon qildi va yig'inni strategik hamkorlikning obidasi deb tasvirladi. Amerika matbuotlari e'lon qilgan g'ayri-rasmiy natijaga qaraganda, Tramp Alyaskashitotida 156.9 bilet bilan g'alaba qilgan. Bu natija bilan demokratik raqibi Baydendan eshib ketgan Tramp shtatdagi 3 vakilni qo'lga keltirgan. Buning bilan u erishgan jami vakil soni 217 ga yetgan. Yana bir tarafdan g'ayri-rasmiy natijaga asosan 279 vakilga erishgan Joe Biden saylovda g'alaba qilganligini aytmoqda. Uningdan boshqa Shimoliy Karolina, Jorjiya, Arizona shtatida jami 42 vakil bor bo'lib, natijasi texnik emas. Amerika prezident saylovida 538 nafar saylov vakilining yarimidan ko'pragining qo'llashiga, ya'ni 270 vakilga erishgan nomzod saylovda g'alaba qilgan bo'ladi.